Bu arashami yo'q hisorimi? Shu savolga javob bering. Arashan laqabli hisori bo'ladi bu. Gap ber. Okalar Qurbon hayitga ham ozgina qoldi. Ichkarida shunaqa chiroyli qo'ylar bor. Uspet qilib qolinglar aka-ukalar. Biz Samarqand darvozasining qoq markazidamiz. Shuna ko'chani yuzida. Bu joy o'zi ko'pchilik biladi. Men mashinani ham, nomerini ham hamma tanib qo'ygan. Qo'yani ichkarida ko'rsatamiz. Narxini kelishtirib qilib beradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana ichkaringlarni ko'ringlar endi. Ketdi yur. Mana qo'ylarni tomosha qilinglar. Qassoblardan muammo bo'lmaydimi ish qilib? Yo'q, aka, mamma, inshaalloh 15 ta qassob, 15 ta mashina startga qo'yganman. Aka, o'tgan yili rosa muammo bo'ldi, bu yil o'tgan yillarga rosa qassoblar talash bo'lib ketdi-da, o'shanga bu yil uyaltirib qo'yilmasin-da, ukam. Yo'q, aka, uyaltirilmaydi. Hamma narsa startga berib, zaklatlargacha berib qo'yganman, aka. Malades, ukam. Menga qara, bu Toshkentni bilasan, men suvda hamma ham kelavermaydi, mana qo'ylarni tanlashga. Senga telefon qilishsa, olib borib tepasi kattaroq, menga mamlakat atrofida deysiz, olib borib tepasidan savdo qilib beraverasan-ku, to'g'rimi? Aka, o'zimiz olib borib, o'zimiz so'yib, maydalab, kerak bo'lsa tegishli joylarga tarqatib ham beramiz. Okalar, ko'ryapsizlarmi, qanaqa qulayli narsalar chiqib ketdi. Men hali ham katta rozman, aka-ukalar, men qo'yvozlar bilan yurganimga yana noto'g'ri tushunmaylar. Bu o'zimiz yaqinlarimizga har yili olamiz, lekin kimligini reklama qilsa bitada sotilib ketyapti, to'g'rimi? Oldingi yil ham qarang, qanaqa sotilib ketdi, ukam. Men nomerlarni yozib qo'yaman, aloqaga chiqaveringlar. Okalar, hammanglarga omad, Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin.